Siz spanniga hammol tuvalet qilmoqchimisiz? Hammol tuvalet qilishdan oldin bu 3 ta xatoni aslo qilmang. Bu xatoni qilsangiz hech qachon hammomingiz o'nalmaydi. Buni oldini olish ham keyin qiyin bo'ladi. Mana nimaga bunaqa deyapman? Bizda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana suv ketish joyini o'rtaga qilib qo'yganmiz. Eng muammoli joyi suv ketadigan joyi kichkina qilib qo'yilgan. Bu bitta muammo. Bu kichkina bo'lgandan keyin suv ketishi qiyin bo'ladi. Ikkinchi muammo ukloni. Uklonni stashga qo'yayotganda uklon tiniq olmagan, chunki kafel bo'ladigan, lekin ma'lum sabab bilan kafel qilganni uspet qilmadik. Uchinchi muammo kafel. Kafel bitmasdan oldin bu hammomni cho'milishi boshlangan, lekin vaqt o'tib masha sababli shunaqa muammo kelib chiqdi. Mana devorimiz mana o'zi buni oldini olish qiyin. Bu yerda buzib yangidan qilmagunizgacha hech qachon bat o'nalmaydi. Hammom qilishdan oldin shu 3 ta narsaga ahamiyat qiling: ukloniga, suv ketish joyiga, kafeliga. Kafeli bitmasdan oldin hech qachon hammom qiling. Ba'zi odam aytadi, izolyatsiya qilib qo'ysang bo'ladi deydi. Bu izolyatsiya bo'lgan, lekin no tomoni mana qish keldi, qish kelgan sababli zank bo'lib ketgan. Devoringizdan nam havo chiqib patani terlatyapti. Hammom qilishdan oldin buning shunisiga ahamiyatsiz, xudo xolasa hammomingizda hech qachon muammo bo'lmaydi. Vaqt kelib hammomingizdan muammo chiqadigan bo'lsa, buni hech qachon oldini ola olmaysiz. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment, podpiska chiqmasin. Sog' bo'linglar.